Assalomu alaykum, hurmatli bizning kuzatuvchilarimiz. Bugun xudo xolasa yana bitta rezultatimiz bilan sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda grija 12 mm, 1-2 cm hisoblanadi. Biz buni yilni boshida olganmiz, yanvarda va hozir yangi qilindi 7-oyda rezultatini ko'rishimiz mumkin 6 mm. Ya'ni biz ikkita kurs licheni muolajamizdan keyin 50% ga hozir grija so'rilgan. Hozir bemorimizlar o'zlari bilan ham bemalol bitta suhbat qilib, holatlari yuzasidan gaplashamiz. Kelganda umuman yurolmay, o'tirolmay qoldim. Endi ko'chada oddiy misol, ko'chamdagi magazinga ham chiqolmay qoldim. Hozirgi holatim alhamdulillah ancha yaxshi, bemalol yurib, o'tirib, ko'p miqdorda yura olaman. Misol uchun bemalol bozorga tushib, magazinga tushib chiqaman. Holatim ancha yaxshi. O'tirib turganingizda, engashganingizda og'riqlar yo'q. Yo'q. Og'riqmi yo'q. Tog'ga chiqyapman kelibsiz-ku. Yaxshi, fiziki harakatlaringiz уже sog'lom turmush tarziga qaytgandek, yaxshi holatdasiz. Natijasini ko'rdingiz, inshaalloh yana ularni bitta kurs ichida qilamiz 2 oydan keyin. Xudo xolasa, yana bitta kelib ketaman. Inshaalloh. Inshaalloh. Xursandmisiz aka? Xursandman. Ilohimizning rezultati bo'ldi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Biz ham xursandmiz, sizni holatingizni ko'rib, sizlarga bo'lgan rezultatlarni ko'rib, biz ham to'g'risi xursandmiz chindan. Hammaga shunaqa shifolar bersin. Joningiz sog' bo'lsin.